Qado va qadrga rozi bo'lishning bir qancha xil yo'llari bor. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Imom Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning bir do'stga samimiy nasihat risolasidan qo'shimcha sabrning fazilati temasining davomidan qado va qadrga rozi bo'lishning bir qancha xil yo'llari bor temasini o'qiymiz inshaalloh. Qado qadrga rozi bo'lishning bir qancha xil yo'llari bor. Birinchi, bandaning Allohga shaksiz iymon etishi va Alloh mu'min banda uchun taqdir qilgan barliq ishlarning shu banda uchun yaxshi ekanligiga qat'iy ishonishi. Bundaq kishi usta doktorning hunariga ishongan bemorga o'xshaydi. Bundaq bemor davolash jarayonida qiynalmasin, har vaqt doktorning davolash usuliga rozi bo'ladi. Chunki u doktorning faqat uning salomatligini asliga keltirish uchunla shunday qildiganligini biladi. Ibn Aun yuqoridagi so'zida ishorat qilgan nuqtami dal mushu. İkinci, Allah özünün hükmüge razı boğucularga vədi qilgan mukafotlarni o'ylash. Bende bütün diqqatini yig'ib bunu o'ylasa, o'zi duch kelgan azoblarni to'liq unutib ketalaydi. Rivoyat qilinishicha, salaf solihlardan bo'lgan bir soliha ayol yiqilib ketib, tirnoqi chiqib ketganda kulginicha Allohning savobi bana bunun azabını unutuldurdu degan. Üçüncü, musibet ve sınaqlarını əvətken zatının, yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın muhabbetige g'arq buluş. Her vakit onun uluğluğu, güzelliki, kattılığı ve çeksiz mükemmellikini estin çıkarmaslık. Bu xil an bendinin kalbide yıldız tarsa, xuddi Yusuf aleyhisselamның güzellikini ko'rgan ayollar hang-tang bo'g'inidan qo'llarini kesib olgandiki og'riqni sezmaganidek o'zi duch kelgan azobni unutib qoladi. Izohat. Bu voqea Qur'oni Karimda bundoq bayon qilingan. Tarjima ma'nosi: ularga yulinadigan taki yostiqlarni tayyorladi. Ularning har biriga birdan pishoq berdi. Züleyha Yusufga sen chiqib ular bilan ko'rishgin dedi. Ular Yusufni ko'rib hang-tang bo'lib qolishdi va o'zlarining qo'llarini kesib olishdi. Ular bundaq chiroyli insonni yaratgan Alloh pokdir. Bu odamzod emas, faqat bir esil farishtadir deyishdi. Sura Yusuf 31-oyat. Izohat tugadi. Abu Turab qatorliq kishilar oğlu cihatta öldürülgen bir kişinin yanıga kirganda heliq kishi yig'ilganicha shundoq degan. Men uningdan ayrilib qolganim uchun yig'layotganim yo'q. Men faqat uning qilish bilan chepilganda, ya'ni o'ldirilish oldida Allohdan qanchalik rozi bo'lganligini o'ylab yig'layotman degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam İbn Abbas radhiyallohu anhumaga aytgan: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل. Tercüme manisi: Eğer rozimanlik ve cezim ilkide Allah üçün amel qilishga qodir bo'lasan, shunda qilgin. Degan so'zining ma'nosi mu ana shudir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zining davomida: "Va in lam tastati' فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا. Tercümanisi: Eğer qodir bo'lolmasang, haqiqatan o'zing yomon ko'rgan narsalarga sabr qilishda nurg'un yaxshilik bordir degan. Bu hadis bardoshlik berish qiyin bo'lgan qismatlarga rozi bo'lishning farz emas, mustahab ekanligini ko'rsatadi. Ig'ir qismatlarga rozi bo'lolmagan kishi cho'qim uningga sabr qilish kerak. Sabr qilish cho'qim ado qilinishga tegishli farz bo'lib, u nurg'un yaxshiliklarni o'z ichiga olgan.
Allah subhanahu va taala sabr qilishga buyurgan va uningga katta savob beradiganligini va'da qilib shundoq degan. Tarjima ma'nosi: faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Sura Zumar 10-oyat. وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Tercüme manisi: biz sizlarni bir az qo'rqinish bilan, bir az qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga, ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Beshiga kelgan musibat, ziyon zahmatlarga sabr qilg'uvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Ular o'zlariga biror musibat kelgan chaqda biz albatta Allohning igidorchiligidamiz, ya'ni Allohning bandalarimiz. Cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Rabbining mag'firati va rahmatiga erishuvchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Sura Baqara 155-oyatdan 157-oyatgacha. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Tercüme manisi: itoatmanlarga xush xabar bergin. Ular shunday kishilarki, Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Sura Haj 34-35-oyatlar. Hasan al-Basri rahimahulloh shunday degan: rozi bo'lish qiyin, ammo sabr mu'minlarning tayanchisidir. Abu Nuaym Umar ibn Abdul Azizdan rivoyat qilgan. Sabrchanlik bilan rozimanlik orasidagi farq shuki, sabr kishining beoromchilik yoki azobga duch kelganda o'zini norozi bo'lishdan cheklashidir. Rozimanlik bo'lsa, qalbning duch kelgan qismatlardan azdur ko'ptur azoblangan taqdirdami, uni darhol qabul qilishidir. Allohning taqdiriga bo'lgan rozimanlik tuyg'usi bu xil azobni yengillatadi, hatto tamoman yo'qotib etadi. Chunki qalb bu chaqda Allohga bo'lgan jazm va tonish ilkida orom topadi. Ana shu vajidan salafdan Umar ibn Abdul Aziz, Fudayl ibn Iyad, Abu Sulaymon va Abdullah ibn Mubarak qatorliqlar shunday aytdi: rozi bo'g'ichi mavjud holatidan boshqa bir holatda bo'lishni orzulamaydi. Lekin sabr qilg'uchi shunday bo'lishni orzulaydi. Izohat: ya'ni takrar ta'kidlanganidek, Alloh taqdir qilgan balo musibatlarga qarata rozimanlik darajasiga yetgan kishi Allohning o'rinlashtirishini o'zi uchun eng foydali deb bilgachga, bu holatga bardoshlik berish qiyin bo'lgan taqdirdami ahvolning o'zgarishini umid qilmaydi. Izohat tugadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sabr musibatning dastlabida bo'ladi. Rozimanlik bo'lsa, balo musibat kelgandan keyin bo'ladi. Bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va as'aluka rido ba'dal qado. Tercüme manisi: men sendan qazodan keyingi rizo, ya'ni rozimanlikni tilayman degan. Bu shuning uchunki, balo musibat kelishdan ilgari kishi uningga rozilik ko'rsatishga bel bog'liq bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, ammo
musibat haqiqiy yuz berganda irodasi sunishi mumkin. Musibat kelgandan keyin uningga rozi bo'lg'uchi haqiqiy rozi bo'lg'uchidir. Yig'ib aytganda sabr qilish cho'qim ado qilinish kerak bo'lgan farzlardandir. Sabr bo'lmasa g'azab o'tirg'i chiqadi va kim Allohning taqdiriga g'azablansa, uning nasibisi faqatla xafaliq bo'ladi. Uning ustiga Allohning taqdiriga ochiqlanadigan bu kishi duchor bo'ladigan azob va dushmanlarining qora niyati uning umidsizligidan ig'ir bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: kim sabr talab qilsa, Alloh uni sabrchan qiladi. Hech kimga sabrdan yaxshiroq va kengroq ne'mat berilgani yo'q. İmam Buxoriy 1469 ve İmam Muslim 1053 hadis. Yaxshilar bag'chisi 26 hadis. Ömer radıyallahu anhu shunday degan. Ömrümüzning eng yaxshi vaqtlarining sabr ilkida o'tgan vaqtlar ekanligini ko'rdik. İmam Buxoriy muallaq holatda rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar Fathul Bari 11. jilda 309. betda shunday degan. Buni Ahmad Zuhid kitobida 119. nomerda to'liq sanadi bilan Mujahid rahimahulloh orqali Ömer radıyallahu anhudan rivoyat qilgan bo'lib, sanadi sahih. Buni yana Ibn Mubarak Zuhid kitobi 30. nomerda va ki Zuhid kitobi 198. nomerda rivoyat qilgan. Hasan al-Basri rahimahulloh shunday degan. Sabr jannat xazinalaridan biridir. Alloh uni faqat o'zi hurmatli qilgan kishilarga ato qiladi. Maymun ibn Mehron rahimahulloh shunday degan. Mayli payg'ambar yoki ulardan boshqalar bo'lsin, yaxshiliklarga faqat sabr orqali nail bo'lgan. İbrahim Taymi rahimahulloh shunday degan. Alloh qaysi bandiga aziyat va balo musibatga qarata sabr ato qilsa, uningga Alloh azza va jallaga bo'lgan iymondan keyingi eng katta ne'mat ato qilingan bo'ladi. Bu nuqta Alloh subhanahu va taolaning tuvandagi so'zida bayon qilingan. Tarjimasi: sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshilikqa yetmaydi. Balki yaxshilik Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni yaxshi ko'rish yuzidan urug' tuqqanlarga, yetimlarga, miskinlarga, pul milidan aloqasi uzilib qolgan, yo'lda qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodligiga erishishiga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsullikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga sabr qilishdir. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Sura Baqara 177 oyat. Alhamdulillah, yuqorida İmam İbn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning bir do'stga samimiy nasihat degan risolasining oxir qismini angladinglar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga manfaatlik ilm ato qilgay. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.